Assalomu alaykum avtoshop podpischiklari, yangi yilda hamma mashinani aksiyaga qo'yib berdik. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar videomiz yoqsa, like ni bosib, jo'ralarga tarqatib qo'ying. Nima desa, bundan foydalanib qolish kerak. 1 million so'm bilan Damas 2024-yilda ishlab chiqarilgan 9000 probeg yurgan shumkan bo'lgan mashinamiz ichine chexol polik hamma narsasi tashalgan. Birinchi nomer ham olingan. Mashinamizni 1 million so'm bilan avtogridda chiqarsangiz bo'ladi. Notarius gaysi отдельный. 12 million so'm bilan, ya'ni 2023-yilda ishlab chiqarilgan yurgan probegi 27000 probeg turibdi. Mashinamiz proponda, yecherinda kraskasi yo'q, yecherinda petnosi yo'q. Xohlagan ustani kelib tekshirtirishingiz mumkin. 12 million so'm bilan shu mashinamizni bemalol avtogridda chiqarib olsangiz bo'ladi. Notarius gaysi отдельный. Takla avtoshopda nima bo'layotir? Tracker LS 2024-yil 16000 probeg turibdi. Mashinamizni 11 million 300 ming so'm bilan avtogridda chiqarsangiz bo'ladi. Malibu 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni 51 million so'm bilan bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 51 million so'm bilan chiqib turibdi.